Assalomu alaykum. Keyingi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz o'lchov tushunchasi va barang o'lchovlari. O'lchov tushunchasini tushuntirishdan avval biz halqa degan tushunchani bilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun biz qandaydir x to'plamini qaraymiz va x to'plamini qism to'plamlaridan iborat bo'lgan mana bunday p to'plamini qaraymiz. P x dan qism to'plamlaridan iborat to'plam. Bu barcha qism to'plamlarini olish mumkin yoki mana bu qismni olish mumkin. Mana shu ikkita juftlikni x va p juftligida quyidagi shartlarni bajarishni talab qilamiz. Quyidagi shartlarni bajarsin. Birinchi sharti x to'plamining o'zi ham p bersin. Bu birinchi sharti. Ikkinchi sharti a va b to'plamlar p ga tegishli ekanligidan ularning birlashmasi ham va ayirmasi ham p ga tegishli ekanligiga kelib chiqsin. Mana shu x sharti bajarsa, mana bu xp juftlikka biz halqa deb aytamiz. Mana bu juftlik biz halqa deymiz. Halqa. Agar mana bu shartni hozir qaraymiz, x to'plami uchun qaradik, ya'ni bu cheklikda to'plami uchun ham bajarib kelib chiqadi. Agar mana bu sanoqlikda birlashma uchun ham bajarish kelib chiqsa, mana bu ham tegishli p bo'lib kelib chiqsa, bu holatda mana xp juftlikka sigma halqa deb aytamiz. Sigma halqa deyiladi. Bizning maqsadimiz o'lchov tushunchasini aniqlaymiz. O'lchov tushunchasi mana shu p qism to'plamlaridan iborat to'plamda aniqlangan funksiya sifatida qaraymiz. Xo'p, bunga misollar ko'p keltirishimiz mumkin. Halqalarga masalan quyidagi misolni ko'ramiz sizlar bilan. Quyidagi misol ko'raylik mana. Faraz qilaylik x to'plam faqat 1, 2, 3 va 4 dan iborat bo'lsin. P to'plam sifatida mana bu to'plamni olamiz. 1 da olamiz. 2, 3 da olamiz. 1, 3 da olaylik, yaxshi mana 1, 3 da olamiz. Keyin 1, 2, 3 da olamiz va x to'plamini olamiz. Endi savol, mana shu p halqa bo'ladimi, yo'qmi? Hozir shuni tekshirib ko'ramiz. Uchun halqaning ikkita sharti bor. Ya'ni birlashmasi ham va ayirmasi ham shu to'plamga tegishli bo'lishi kerak edi. Shu shartlar bajaradimi, qani tekshirib ko'raylik. Afsuski, bu to'plam halqa bo'lmaydi. Sababi mana bu 1, 3 to'plamidan 1 da ayirmasini qarasak, bizga 3 hosil bo'ladi. Biroq 3 p ga tegishli emas. Demak, bu halqa emas. Halqa bo'lishi uchun demak ba'zi elementlar yetishmas ekan. O'sha elementlarni hozir keltirib o'taman. P to'plam nimadan iborat mana ko'ramiz. Bo'sh to'plam 1, 2 degan elementdan iborat, chunki bundan buni ayirmas 2 qoladi. Keyin 3 degan elementdan iborat, chunki bundan buni ayirmas 3 qoladi. 1, 2, 3 o'z ichiga oladi va x o'z ichiga oladi. Endi tekshirib ko'rishlar mumkinki, mana bu to'plam bizga halqani tashkil qiladi. Mana bu halqaga misol edi. Aslida halqa emas edi, halqani to'ldirish uchun biz bunga mana bu 2 va 3 degan elementlarni qo'shdik. Hop, endi asosan biz sigma halqa bo'lgan holatda ko'ramiz. To'plamlarni mana sigma demak mana bu to'plam, bundan keyin xp sigma halqa bo'lsin deb faraz qilamiz. Hop, sigma halqada bir nechta funksiyalarni ko'ramiz. Asosan biz o'lchov tushunchasini o'rganamiz. Bizga shuningdek sigma halqada limit tushunchasi kerak bo'ladi. Faraz qilaylik, mana bu ketma-ketlik qaraymiz. Bizning maqsadimiz sigma halqada yuqori va quyi limit tushunchasini aniqlamoqchimiz. an halqadagi to'plamlar ketma-ketligi bo'lsin. Endi biz sigma halqa bo'lishini talab qilamiz. Biz isbotlashimiz mumkinki, agar ikkita a va b to'plamlar mana bu halqa shartlarini bajarsa, u holda kesishmasi ham p ga tegishli bo'lishini isbotlashimiz mumkin. Sigma halqa uchun buni sanoqlikda kesishmasi ham p ga tengligini, p ga tegishliligini ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. U holda mana bu an to'plamlar ketma-ketligini yuqori limiti deb
Biza quyidagi to'plamga aytamiz. Birinchi qanday aniqlanadi? Birinchi mana bular birlashtiramiz. Qanday sondan boshlab, misol uchun m teng n sondan chekislikkacha mana bu a n to'plamlarni birlashmasini olamiz. Keyin bularni kesishtiramiz. Mana bu a n to'plamlarni yuqori limiti deyiladi. Qo'y limitini aniqlaymiz sizlar bilan. Qo'y limit qanday aniqlanadi? Mana ko'rishingiz mumkin bo'lib, buni quyidagi yozamiz. Limit n intilgandan chekislikka a n mana pastda mana bu belgi bilan belgilaymiz. Buni biz endi quyidagicha aniqlaymiz. Endi bu yoqda avval kesishma oldik, bu yoqda birlashma oldik. Endi xuddi shunga o'xshash, faqat endi teskari qilamiz. n teng 1 dan chekislikkacha kesishma n teng n dan chekislikkacha a mana bu qo'y limit deyiladi. Agar yuqori limit bilan qo'y limit teng bo'lsa, mana bu teng bo'lsa, mana bunga. U holda a n mana bu to'plamdan ketmasligi limitga ega deyiladi. Biz buni quyidagicha yozamiz. Bu holatda biz mana bu limit aniqlashimiz mumkin. Limit n intilgandan chekislikka a n aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Chunki halqa bo'lgani uchun sanoqli birlashmalar va kesishmalar qarashga bizning haqqimiz bor. Endi o'lchov tushunchasini ko'rib o'tamiz. O'lchov tushunchasi. Ikkinchi qism. Faraz qilaylik, mana bu xp halqa bo'lsin. Endi mos ravishda yo halqa qarashimiz mumkin yoki sigma halqa qarashimiz mumkin. Umumiy holatda kelinglar mana buni sigma algebra bo'lsin deb qaraymiz. Umumiy holatda emas, bir sigma algebra bo'lgan halqalarni ajratib olamiz alohida. Agar mana shunday aniqlangan mu funksiyani qaraymiz, agar demak mu funksiyasi t aniqlangan bo'ladi. Agar mana shu funksiya quyidagi x shart bajarsa, bunday mu funksiyaga o'lchov deb aytamiz. Birinchidan, bu to'plamni qiymati 0 bo'lsin. Ikkinchidan, agar a n to'plamlar t ga tegishli va ular o'zaro kesishmasa, a i a j bilan kesishma bo'sh bo'lsa, u holda bular birlashmasining o'lchovi, bo'lgan o'lchov deyishga hali vaqtli, birlashmasining qiymati deymiz buni. Qiymatlar yig'intisiga teng. Mana shu x shartni bajarsa, bunaqa mu funksiyaga biz o'lchov deb aytamiz. Mana bu shartda nom bor, mana bu shartni biz sigma additivlik sharti deb aytamiz. Ba'zi kuturlarda ikkinchi shartni kuchliroq shart bilan almashtirishadi, ya'ni a n ixtiyoriy t to'plamlar bilgan bo'lsa, o'sha t da olgan to'plamlar bilgan bo'lsa, mana bu shart bajarilsa ham buni o'lchov deyishadi. Ya'ni n teng 1 dan chekislikkacha a n kuchliroq teng summa n teng 1 dan chekislikkacha mu a n. Mana bu yarim sigma additivlik xossasi deyiladi. Mana bu xossadan ko'ra umumiyroq xossa. Mana bu ta'rif orqali biz umumiy o'lchov ta'rifini berishimiz mumkin. O'lchov deganda yoki demak mana bu ta'rif olishimiz mumkin, demak bu xususiyroq ta'rif, mana bu esa umumiyroq ta'rif bo'ladi. Bunga o'lchovda bir nechta misollar ko'rishimiz mumkin. Xususan mana bu o'tgan darsda ko'rganimiz Lebek o'lchovi. Lebek o'lchovga bitta misol edi. Bu birinchisi. Buni yaxshi o'rganganimizda Lebek o'lchovi haqida batafsil bilish uchun bizning oldingi videolar ko'rishni tavsiya qilamiz. Ikkinchi o'lchovimiz mana delta x0 orqali belgilashtiramiz. Mana delta x0 y mana quyidagicha aniqlaymiz. Xo'p. 1 ga teng deymiz agar x0 y to'plamiga tegishli bo'lsa. 0 ga teng deymiz agar x0 y to'plamiga tegishli bo'lsa. Ko'rish mumkinki, mana bu funksiya ham birinchi va ikkinchi shartlarni bajaradi. Demak, bu o'lchov bo'ladi.
Bu o'lchov ekan. Bunaqa o'lchovni biz dirak o'lchovi deb aytamiz. Bunaqa o'lchovga dirak o'lchovi deyiladi. Mana. Uchinchi o'lchov ko'ramiz endi. Uchinchi o'lchov. Hop, endi tekislikdagi to'plamlar qaraymiz. Mana tekislikdagi to'plamlar bo'lsin. Tekislikdagi to'plamlar. Hop, uni keyin birlik doirani qaraymiz. Kela birlik doiramiz, birlik aylanani qaraymiz. Mana x kvadrat plus y kvadrat teng 1 degan aylanani qaraymiz. Mana shu aylanani biz mana s1 orqali birlashtirdik. O'lchov quyidagcha aniqlaymiz. Mana bu bizning birlik aylana. Mana bu yer to'plamlari. O'lchov sifatida yer to'plam bilan aylanani kesgan joyi bor mana. Yer to'plam bilan aylanani kesgan joyini libik o'lchovini biz qaraymiz. Mana shu uzunlik o'lchovini qaraymiz. Mana shu orqali biz o'lchov aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bu o'lchov aniqlaymiz mana LY orqali mana hop, shuni uzunlik o'lchov aniqlaymizki mana kelar endi L emas mu deb belgilashamiz buni. Hop. Mana bu yer to'plam bilan mana bu S1 aylanani kesgan joyini uzunligini aniqlaymiz. Bu ham bizga o'lchov aniqlaydi. Chunki bu birinchi va ikkinchi shartlarni bajaradi. Bu o'lchovni aylanadagi libik o'lchovi deb aytishimiz mumkin. O'lchovlarga misollar ko'p ko'rishimiz mumkin. 4-chi misolda ko'ramiz o'lchovlarga oid mana. Mana bunday o'lchovlar ham bo'lishi mumkin mana. Mu o'lchov masalan o'sha qanday tekislik qism bo'lsa, o'sha tekislik qism yuzasi plus o'sha qanday yer to'plamini 0,1 interval bilan kesishmasining uzunlik o'lchovi plus 1/2 delta 0 ya'ni dirak o'lchovi keldi shuni 1/4 deymiz qo'shilgan 3/4 delta 1. Mana bunday o'lchovlar ham bor. Mana bunday o'lchovlarni qarashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, biz quyidagi to'plamni qaraylik. Y to'plami sifatida mana bunday to'plamni ko'ramiz. X bo'yicha mana 0 dan 1 gacha, y bo'yicha mana 0 dan 1 gacha. 0 dan mayli. Kelar mana buni 0 dan 1/2 gacha deymiz. Mana. Mayli, do'lam kirsin. Mana shu to'plamni o'lchovini topib ko'ramiz. Mu y nimaga teng? Mana shu yerda mu y ni topishimiz kerak bo'lsin. Mana misoldan boshladik. Bu to'plamni tasvirlaymiz. Mana tekislikda tasvirlaymiz. X bo'yicha mana 0 kiradi. 1/2, mana 1/2 ham kiradi. Mana bu yerda esa 0 dan 1 gacha ekan. Mana. Mu y nimadan iborat? Mana qaraylik. Birinchi o'lchov bu yuza o'lchovi mana bu. Yuza o'lchov bo'lgani uchun mana bu to'plamning yuzasi bo'lganda tekislikdagi libik o'lchovi bu 1/2 teng bo'ladi. Plus mana buni 0,1 interval bilan ikkinchisi qaraymiz. Mana bu endi y to'plam. Y to'plamni 0,1 interval bilan kesishmasini qarasak, 0,1 interval bilan kesishmasini qarasak, bizga mana bunday o'lchov chiqadi. Mana bunday qism chiqadi. Bu qismning uzunligi bizga 1/2 ga teng bo'ladi. Plus delta 0 to'plamni o'z ichiga oladimi to'plamimiz? Albatta oladi mana. Bu to'plam o'z ichiga oladi. Keyin shuni tekislikda bo'lgani uchun delta 0 deymiz mana buni. Buni delta 1 deymiz. Tekislikda qaralgani uchun. Xo'p. 0 nuqtani o'z ichiga olgani uchun buni qiymati 1 ga teng. Qo'shamiz 1/4 da 1 0 ni o'z ichiga olmaydi mana. Shuning uchun 0 qo'shiladi. Demak, mana bu yig'inda 1 bo'ladi, 5/4 ga teng o'lchov bo'ladi. Bu ham bitta o'lchovga misol bo'ladi. Endi o'lchovni mana birinchidan misollar ko'rib chiqdik. O'lchovning endi turlarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. O'lchov qanaqa turlari bor? O'lchov turlarini ko'rishdan avval keldi o'lchovning havzasi degan tushuncha bor. Ba'zi kitoblarda havza deb berishadi, ba'zi kitobda o'lchovning qo'llab-quvvatlovchisi deb berishadi. Hamma kitobda har xil berishi mumkin, chunki bu so'z inglizcha support so'zidan kelib chiqqan mana. Inglizcha mana bu support. Support ya'ni qo'llab-quvvatlovchisi, ya'ni o'lchovda 0 bo'lmaydigan joyi degan tushunchani aniqlamoqchiman.
Ya'ni o'sha joyda o'lchov qo'llab-quvvatlangan qismlar o'lchovni qo'llab-quvvatlovchi deyish menimcha to'g'ri bo'ladi. Qo'llab-quvvatlovchi. O'lchovning qo'llab-quvvatlovchisi nima degan savolga endi javob beramiz. Faraz qilaylik, O shunday eng katta osh to'plam bo'lsinki, shunday eng katta osh to'plam. Bunda mu O mana buni qiymati 0 ga teng bo'lsin. Ya'ni 0 ga teng bo'ladigan eng katta osh to'plamini O orqali belgilashga kiritamiz. U holda o'lchov sab1 deb mana sab mu deb O to'plam bilan x fazoni mana x fazonidan O to'plami ayirmasining mana buni qaraymiz. Mana shu to'plamni yopig'ini o'lchovning sab1 yoki qo'llab-quvvatlovchisi deb aytamiz. Xo'p, bunga misollar ko'rishimiz mumkin. Masalan, agar mana bunday mu o'lchov ko'radigan bo'lsak, mana to'g'risida qaraymiz. Endi kelinglar, mana misol ko'ramiz. Birinchi misol. To'g'risida mana bunday o'lchov aniqlayman. Mu ye bu teng bo'lsin 1/3 delta 0 qo'shilgan 1/4 delta 1. Mana shu to'plam uchun shunday eng katta to'plamni topishimiz kerakki, buni osh to'plam topishimiz kerakki, buni o'lchovi 0 bo'lsin. Mana bu yoqda 1 bor, mana bu yoqda 0 bor. Bu o'lchovimiz faqat 1 va 0 nuqtani sezadi. Qolgan joylarda buni limit o'lchovi 0. Demak, bunaqa eng katta osh to'plamni tasavvur qiladigan bo'lsak, mana bizga mana bunday to'plam bo'ladi. Mana bu yoqda 0, har qanday qism to'plam olsak ham, o'zini olsak ham, mana bu yoqda ham 0 va mana bu yoqda ham 0. Demak, ko'rinib turibdiki, bunda eng katta osh to'plam mana quyidagi to'plam bo'lar ekan. Mana minus xdan 0 gacha, birlashma 0 dan 1 gacha, birlashma 1 dan xgacha. Bundan kelib chiqadiki, mana bu o'lchovda sab1da, ya'ni sab mu x to'plam faqat butun fazo, ya'ni r to'plam olamiz. Bundan o'ni aytishlik qanday bo'lib mana butun fazodan ma'lumotlarni aytsak, 0 ga qoladi. 0 ga. Abun yo'q esa faqat bitta 0 bilan 1 dan qoladi. Mana bu o'lchov sab1 degani o'lchov 0 ga aylanadigan nuqtalar to'plamini deb qarashimiz mumkin bo'ladi. Boshqa misollardan ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, boyagi ikkinchi o'lchovimizni ko'raylik. Sab1 nimaga teng ekan? Ya'ni mana bunday misol ko'rdik, ya'ni mu y orqali quyidagicha o'lchov aniqlagan edik. Ya'ni aylana bilan o'sha y to'plamini aylana bilan kesishgan joyni mana uzunligini aniqladik. Agar buni sab1dan topadigan bo'lsak, bu o'sha aylanadagi nuqtalardan iborat qoladi. Sababi nima uchun? Sababi aylanan tashqarida ham bu o'lchov 0. Aylanan ichida ham 0 bo'ladi, faqat aylanani o'zida nollar farqli qiymatlarni qabul qiladi. Aylana o'zidagi to'plamlar uchun bu nollar farqli bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu bizlarni o'sha sab1 ikkinchi misolimiz edi. Agar mana bunday o'lchov ko'radigan bo'lsak, mana 3-misol mu teng summa n teng 1 dan xgacha 1/2 esi delta rn. Bu yerda rn ratsional sonlar to'plami bo'lsin. Mana bu to'plamni agar o'lchovini ko'radigan bo'lsak, mana o'lchovni sab1ni topadigan bo'lsak, ya'ni qo'llab-quvvatlovchini topadigan bo'lsak, xo'p, bu mana bu to'plam yopiq qiladi. R1, R2 va hokazo Rn va hokazo. Umumanda butun ratsional sonlar to'plami yopiq bo'ladi. Bu esa bizga haqiqiy sonlar to'plamiga teng bo'ladi. Navbatdagi tushunchamiz o'lchov bo'yicha o'lchovli funksiya, mana 3-o'lchovli va funksiyani tushuntirishimiz kerak va integral tushunchasini tushuntirishimiz kerak. Endi bu holatda biz ixtiyoriy o'lchov qaraymiz. Mana ixtiyoriy
o'lchov bo'lsin mu mana bu aniqlangan bo'lsin x bilan aniqlangan bo'lsin. Bundan keyin mana bu uchlikni x p va mu mana bu uchlikni biz o'lchovli fazo deymiz. O'lchovli fazo deb aytamiz. Bu uchlik o'lchovli fazo deyiladi. Va f funksiya bilingan bo'lsin. F yerdagi biron o'lchovli to'plamda mana f funksiya aniqladik. Bunda y to'plam albatta p dan olingan. Agar mana shu funksiya quyidagi shartni bajarsa, mana ixtiyoriy s haqiqiy son uchun mana bu to'plam qaraymiz. Shunday x tegishli yerlarki fx kichik s. Mana bu o'lchovli bo'lsa, u holda bunday funksiyaga f o'lchovli funksiya deb aytamiz. Mana o'lchovli funksiya endi qanaqa o'lchovli? Demak, mu bo'yicha o'lchovli to'plam o'lchovli deyish to'g'ri buni. Mu o'lchov bo'yicha o'lchovli. Chunki shunaqa funksiyalar bor mana. Libik bo'yicha o'lchovli emas, lekin boshqa bir o'lchov bo'yicha u o'lchovli bo'lishi mumkin. Keling, shunga hozir misol ko'ramiz. Masalan, mana bunday misol ko'ramiz. Y mana bu 0,1 intervaldagi libik o'lchov bo'yicha o'lchovsiz to'plam bo'lsin. O'lchovsiz libik ma'nosida, ya'ni libik o'lchov ma'nosida. Va quyidagi funksiya aniqlaymiz. fx teng deymiz 0 intervalda qaraymiz. Albatta mana 0 deymiz. Agar x tegishli y ga bo'lsa, 1 deymiz. Agar x y ga tegishli bo'lmasa. Bu to'plam libik ma'nosida o'lchovli, bu funksiya libik ma'nosida o'lchovli emas. Sababi agar mana bu s ni masalan 1/2 qilib mana bu to'plamni ko'radigan bo'lsak, shunaqa x tegishli yerlarki fx kichik 1/2. Agar mana shu to'plamni qaraydigan bo'lsak, qaranglar. fx 1/2 dan kichik, o'z ikkita qiymat bor, 0 va 1 bor. 1/2 dan kichik qiymati bu albatta 0 bo'ladi, mana. Ya'ni mana bunday to'plam chiqadi. Shunaqa x tegishli yerlarki fx teng 0. Fx qayerda 0 ga teng? Y to'plamida. Y to'plamida biz qanday aniqladik? O'lchovsiz deb aniqlagandik. O'lchovsiz. Demak, mana bu o'lchovsiz bo'ldi. Mana s 1/2 talaganimizda mana bu o'lchovsiz chiqdi. Demak, f libik ma'nosida o'lchovsiz ekan. O'lchovsiz, ya'ni mu bo'yicha o'lchovsiz. Lekin mana shu funksiyani direkt ma'nosida qarasak, mana delta 0 o'lchov bo'yicha qaraymiz endi. Bu bo'yicha qarasak, isbotlash mumkinki, ixtiyoriy s tegishli r haqiqiy son uchun mana bu. Mana bu to'plam, ya'ni fx kichik s. Mana bu to'plam har doim o'lchovli bo'ladi. Sababi nima uchun? Sababi yoki mana bu to'plamni x 0 nuqtadan o'z ichiga olishi mumkin, mana 0 nuqtadan yoki olmasligi mumkin. Olsa, demak, o'lchovli bo'ladi, olmasa esa bu to'plam bu holatda ham baribir o'lchovli bo'lib qoladi. Demak, hamma holatda ham o'lchovli bo'lar ekan funksiyamiz. Olsa, demak, buni libik o'lchovi 1 bo'ladi, olmasa 0 bo'ladi. Bu yerda aytdim, o'zim adashdim. Olsa 1, buni o'lchovi olmasa 0 ekan. Bu funksiya demak libik ma'nosida o'lchovsiz bo'lsa ham, lekin boshqa o'lchov ma'nosida o'lchovli bo'lishi mumkin. Demak, o'lchovli funksiya tushunchasi o'lchov tushunchasidan uzib olingan. Xuddi shunday integral tushunchasini ham biz endi aniqlashimiz kerak bo'ladi. Integral qanday aniqlaymiz? Integral xuddi avvalgidek mana birinchi sodda funksiya uchun aniqlaymiz. Ya'ni sodda funksiya deganda biz quyidagi funksiyalarni qaraymiz. Demak, quyidagi funksiyani qaraymiz. Mana fx teng summa k teng 1 dan n gacha y ga ko'paygan xavfsiz funksiya ykx. Mana bu funksiyani qaraymiz. Bu nimaga teng? Bu y ga teng bo'ladi agar x yk to'plamga tegishli bo'lsa. Yk ni o'zi ham p dan olingan bo'lsa. Mana bu ko'rinishdagi funksiya chekli yig'inda aslida bu cheksiz yig'inda ham bo'lishi mumkin. Mana shu ko'rinishdagi funksiyani biz sodda funksiya deymiz. Endi buni grafikni bilasizlar, mana bunaqa chiziqlardan iborat bo'ladi. Chiziqlar nuqtalardan iborat bo'lishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Mana
nuqtalar ham bo'lishi mumkin, har xil bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan graf chiqadi. Agar mana shu funksiya uchun quyidagi qator n teng 1 dan cheksizlikkacha y ga mu y ga absolyut yaqinlashib bo'lsa, ya'ni mana bu qator yaqinlashib bo'lsa, u holda f funksiya mu o'lchov bo'yicha integrallanuvchi deyiladi. Mu o'lchov bo'yicha integrallanuvchi funksiya deb aytamiz. Agar sodda funksiya bo'lsa qanday aniqlaymiz? Bu o'sha Lebesgue o'lchovi mavzusidan ma'lum mana. Agar sodda funksiya bo'lmasa, biza f lekin o'lchovli funksiya bo'lsin mana. Biroq sodda bo'lmasin. U holatda f funksiyani fn sodda funksiyaga ketmagan tekis yaqinlashtiramiz. Masalan, mana buni olishimiz mumkin. fn x teng nfx ning butun qismi bo'lingan n. Bu fx ga tekis yaqinlashadi. U holatda mana bu integralni quyidagicha aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Y to'plami bo'yicha fx de mu bu teng limit n integraldan cheksizlikka. Mana bu tenglikni aniqlaymiz kerak mana. Bittasini n chiqarib olamiz mana. Y to'plam bo'yicha nfx mana bu sodda funksiya bo'ladi. Mana shuni Lebesgue integralini n ga bo'lib limit sifatida qaraymiz. Mana shu orqali biz integral tushunchasini aniqladik mana. Bu yaxshi aniqlangan, chunki bu vaqtda o'tgan darslarda ma'lumot berganman Lebesgue integral mavzusida. Bu ta'rif ham bu yaxshi aniqlangan ta'rif. Ya'ni korrekt aniqlangan. Ta'rifda kamchiliklar yo'qligi haqida o'tgan darslarda ma'lumot bergan edim. Misol ko'ramiz mana. Mana bu integralni so'rashimiz kerak ekan. Mana y to'plam o'lchov to'plam bo'lsin, to'g'risidagi o'lchovli bo'lishi ham shart emas aslida. Mana o'lchovli bo'lsin va o'sha derak o'lchovini qaraymiz. Delta 0 qaraymiz va o'sha 0.y ga tegishli bo'lsin. Y to'plamda f funksiyani belgilagan bo'lsin. Xo'p, bizning maqsadimiz mana bu integralni hisoblashimiz kerak. fx de delta 0. Mana shu integralni topish. Mana shu masalani ko'ramiz. Xo'p, bu uchun biz fx ni mana bunday funksiyalar bilan yaqinlashtiramiz. Nfx mana buni butun qismi bo'lingan n. Bu f ga tekis yaqinlashadi. Va mana bu integralni qaraymiz. Y to'plam bo'yicha nfx bo'lingan n de delta 0. Mana bu Lebesgue o'lchovini topishimiz kerak. Endi qaraymiz, mana bu nfx ifoda mana bu qanday butun son bo'ladi endi bizga suratda qanday butun son, ya'ni n bo'lingan n ko'rinishdagi butun son hosil bo'ladi. Buni hozir bu yerda qarashimiz mumkin. Ya'ni buni quyidagicha yozgan bo'ladi mana. Summa. Hozircha buni yaqinlashishni ham bilmaymiz, chunki mana bu yerda x kub endi qiymatlar mavjud bo'lishi mumkin, x kub qatori ham mavjud bo'lishi mumkin. Lekin mana bu qiymatni aynan bittasini fikslaydigan bo'lsak, masalan n taqsim n degan qiymatni fikslaydigan bo'lsak, mana bu to'plam, ya'ni shunday x tegishli y'larki, mana bu nfx qiymati mana bo'lingan n qiymati m taqsim n ga teng bo'lsin. Yoki sodda qilib aytganda mana bu m ga teng bo'lsin deb farz qilishimiz mumkin. Keyin mana shu to'plamni hozircha m deb belgilashtiramiz. Mana shu to'plamlardan faqat bittasi 0 nuqtani o'z ichiga oladi. Mana shu uchun biz derak o'lchovni chiqaryapmiz. Derak o'lchov 0 nuqtani o'z ichiga olsa 0, aks holda bu 0 emas. Faqat bittasi 0 o'z ichiga olishi mumkin. O'sha 0 nuqtani o'z ichiga oladiganini kelinglar biz ham quyidagicha birlashtiramiz. n to'lqinli bo'lsin mana. Bu teng shunaqa x tegishli y'larki nfx mana bu n ga teng bo'lsin. Yana bitta muhim sharti bor.
va mana shu 0 nuqta ym ni ichida yotsin. Bu holda mana bu integral qiymati nima aytgan bo'ladi? Bu integral qiymati mana n taqsim n ko'paygan mu mana delta uzr delta ym to'liqli bo'ladi. Buni qiymati esa mana bu 1 ga teng. Shuning uchun n taqsim n qoladi. Mana n taqsim n. Muhimi bunaqa yn to'plamlarining barchasi 0 nuqtani o'z ichiga oladi. Agar n chigisiga intilganda limitga qarasak, n chigisi integral limit qarasak, mana bu yn mana bu to'plamlar, mana yn to'plamlarining barchasi 0 nuqtaga tortilib borishi mumkin. Hammasi muhim bilamizki, bular hammasi yn to'plamlar barchasi 0 nuqtani o'z ichiga oladi. Bular birlashmasa ham o'z ichiga oladi, bular kesishmasa ham o'z ichiga oladi. Va endi ikkinchi maqsadimiz mana bu fx ni baholashimiz kerak mana. fx mana buni baholaymiz mana. Mana shuni f0 da ayirmasini qaraymiz. Y'dagi ayirmasini qaraymiz endi. Mana shu ayirma yetarlicha kichik bo'ladi. Chunki 0 mana bu qaysi qiymatda ham buni qiymati ikkasi teng chiqadi. Ya'ni umuman mana bu ayirmaning qiymati yetarlicha kichik bo'lishi mumkin bo'ladi. Umuman bu ayirmaning qiymati 1 taqsim n dan oshib ketmaydi. Ya'ni bu holatda nima bo'ladi? Bu holatda mana tezlik hosil qildik. n taqsim n minus f0 kichik epsilon bo'ladi. Shuning uchun mana bu integral baholaydigan bo'lsak, mana y to'plami bo'yicha nfx ning butun qismi bo'lingan n d delta 0 bu teng bo'ladi. Mana nimadan kichik? Ikki tomonni baholaymiz. Mana bir tomondan manosidan kichik bo'ladi. Bir tomondan f0 qo'shilgan 1 taqsim n dan kichik bo'ladi. Ikkinchi tomondan xuddi shuni isbotlashimiz mumkin. Mana tezlikdan kelib chiqadi. Ikkinchi tomondan f0 minus 1 taqsim n dan katta. N chigisiga intilgandan limitni qaraydigan bo'lsak, mana bu integral qiymati mana fx d delta 0 f0 ga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Buni umumiy holatda ham ko'rishimiz mumkin. Mana umumiy holatda mana integral y to'plami bo'yicha fx d delta x0 mana bu integral qiymati bu fx0 ga teng bo'ladi. Mana buni tenglik ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu tenglikdan foydalanib, agar mana buni integralga keladigan bo'lsak, y to'plami bo'yicha mana fx d mu quyidagi ko'rinishlardagi o'lchov bo'lsin. Mu teng summa n teng 1 dan chekislikkacha 1 taqsim 2 ni n'si delta xn. Mana bu o'lchov uchun bu integral qiymati mana bunday qator bo'lishini yozishimiz mumkin. N teng 1 dan chekislikkacha f xn bo'lingan 2 ni n'si. Bu integral qiymati mana shunga teng bo'ladi. Integralga o'tib ikkinchi misolni ko'ramiz. Mana j funksiyamiz faraz qilaylik, bu o'suvchi funksiya bo'lsin. Haqiqiy surat to'plamida o'suvchi funksiya bo'lsin va biz j orqali quyidagicha o'lchov aniqlaymiz mana. Keling o'sha o'lchovni mu j orqali belgitamiz. Interval o'lchovini mana ab interval o'lchovini quyidagicha aniqlaymiz. Mu ya'ni jb minus ja. Mana shu orqali ab o'lchovni aniqlaymiz. Va bu orqali quyidagi o'lchovni aniqlashimiz mumkin. Ya'ni interval o'lchovini bilamiz. Interval o'lchov orqali biz quyidagi yuqori o'lchovni aniqlaymiz. Bu teng bo'lsa, mana yuqori o'lchov. Endi ixtiyoriy binosida y to'plam olamiz. Y to'plam bizga to'g'risidan olingan bo'lsin. Bu quyidagilar infinium sifatida aniqlaymiz. Infinium intervallar bo'yicha mana y to'plam intervallar qoplaydi. Endi mana buni a n p n ko'rinishidagi sanoqli interval qoplasin. Mana shular bo'yicha mana bu yig'indilar infinium qaraymiz. N teng 1 dan chekislikkacha jbn minus jan. Buni yuqori o'lchov sifatida aniqlaymiz. Va xuddi shunday quyi o'lchov sifatida aniqlashimiz mumkin. Quyi o'lchovni aniqlashimiz mumkin mana.
o'tgan dars o'sha libik o'lchov mavzusida o'tganmiz. Mana buni biz quyidagicha aniqlaymiz. Ya'ni supreme orqali endi savol aniqlaymiz. Pastda mana bunday yulduzcha qo'yib qo'yamiz. Keyin buni supremum endi y to'plam intervallar o'ziga chek olsin. n teng 1 dan chekligacha. Endi bu cheklikda sanoqli ham bo'lishi mumkin. a n b n mana j b n minus j a n. Agar mana shu yuqori o'lchov bilan quyi o'lchov teng bo'lsa, u holda buni y to'plam Lebesgue ma'nosida o'lchovli deyiladi. Lebesgue ma'nosida o'lchovli deyiladi. Hop, Lebesgue ma'nosida o'lchov deyiladi. Mana shu o'lchov aniqladik. Bu o'lchov orqali, demak, bu o'lchovni biz mana bunday belgilashamiz. Mu j orqali belgilashamiz. Demak, mana bu tematni sifatida o'rganamiz. Bu o'lchov orqali aniqlangan integralni mana bu o'lchov orqali integralni aniqlashimiz mumkin bo'lganda mana fx d mu j. Mana bunga esa Lebesgue integral deb aytiladi. Buning hisoblash usullari bor. Lebesgue integralga ba'zan keltirish mumkin. Masalan, agar j funksiyamiz xosasi mavjud bo'lsa, u holda bu integralni mana Lebesgue integral keltirishimiz mumkin bo'ladi mana. Y to'plam bo'yicha fx d mu j mana bu integral bu Lebesgue integral keladi. Ya'ni y to'plam bo'yicha fx ko'paygan j fasla x ko'paygan d mu ko'rinishda mana Lebesgue ma'nosida integralga keladi. Mana bu integralni Lebesgue integrali deb ataladi. Bu ham ko'p ishlatiladi. Keyingi yana muhim tushunchamiz bizga o'lchovlarning ko'paytmasi degan tushuncha aniqlashimiz kerak bo'ladi. O'lchovlar ko'paytmasi. O'lchovlar ko'paytmasi orqali biz yangi o'lchovlarni qurishimiz mumkin bo'ladi. Uchun nima qilamiz? Uchun biz ikkita fazoni qaraymiz mana. xp mana mu o'lchovni qaraymiz mana va y sigma nu. Bu ikkita o'lchovli fazo bo'lsin. Mana. Bu ikkita o'lchovli fazolarni diqqat ko'paytmasida mana quyidagicha o'lchov qaraymiz mana. Buni mana bunday belgilashamiz mana mu tengdir ko'paytma nu. Va mana bunday to'plam qaraymiz. A diqqat ko'paytma b. Bu yerda a P'dan olingan bo'lsin, B sigmadan olingan bo'lsin. Bu o'lchovni biz quyidagicha aniqlaymiz. Mu A ko'paytma nu B. Mana bunday ko'rinishda aniqlangan o'lchovni biz o'lchovlarning ko'paytmasi deb aytamiz. Masalan, yuzak o'lchovi bor bizga mana tekislikda yuzak o'lchovi va uzunlik o'lchovi bor. Yuzak o'lchovi bilan uzunlik o'lchovini tenglik ko'paytmasi bizga hajm o'lchovini beradi. Unda hajm Lebesgue o'lchovi orasida qaraymiz barchasini. Ya'ni bir o'lchovni Lebesgue o'lchoviga ikki o'lchovni Lebesgue o'lchovini ko'paytsak, natijada bizga 3 o'lchovli Lebesgue o'lchovi kelib chiqadi. Bunday o'lchovlarda aniqlangan integrallar uchun bizga quyidagi Fubini teoremasi o'rinli bo'ladi. Fubini ba'zi kitoblarda Fubini tunnelli integrali ham teoremasini deyishadi. Bu shart quyidagicha. Faraz qilaylik, mana bu f funksiyamiz ikki argumentli x va y ga bog'liq. Bu o'lchovlar fazosida integrallanuvchi funksiya bo'lsin. Integrallanuvchi funksiya bo'lsa, ya'ni bir integral cheklangan bo'lsa, bo'lganda mana x diqqat qiling y fazo bo'yicha fx y d mu tenglik ko'paytma d mu mana bu chekli bo'lsin. U holda quyidagi xotira olaylik. Birinchidan har bitta x fikslangan bo'lsa, mana x fikslab mana bu funksiya quramiz. Ya'ni fikslangan x uchun
mana bunday funksiyani ko'rdik mana. Ya'ni yirikka bog'liq funksiya bo'ladi. Bu yerda endi x fikslangan. Mana bu hosil qilgan funksiyamiz, mana shu yerni hosil qilgan funksiyamiz mu bo'yicha o'lchovli. Mu o'lchovli, ya'ni integrallanuvchi ham bo'ladi bu. Har bitta x bo'yicha integrallanuvchi bo'ladi. Va ikkinchi, mana bu funksiyamiz ham har bitta fikslangan yirik uchun mu bo'yicha o'lchovli bo'ladi. Va quyidagi tenglik o'rnli bo'ladi. Ya'ni x ko'paygan yirik fazo bo'yicha mana bu funksiyaning integrali fx yirik d mu x to'g'ri ko'paytma d mu y. Buni karali integralsiz xato qilishimiz mumkin. Buni quyidagicha integratsiya bo'ladi mana. Yirik fazo bo'yicha mana fx y d mu y hosil bo'lgan integralni keyin x bo'yicha integrallaymiz. Mana d mu x. Va integralash xatini ham almashtirish mumkin. Ya'ni yirik fazo bo'yicha mana d mu y keyin uzr yirik bo'yicha mana bu x fazo bo'yicha fx y d mu x. Mana bu muhim teoremalardan biri, Fobini teoremasi. Buguncha shular edi. Keyingi darslarimizda davom ettiramiz bu darsimizni. Keyingi darsda o'lchov bo'yicha yaqinlashish, o'lchovlar fazosi, o'lchovlar fazosida yaqinlashish tushunchasini kiritamiz, kuchsiz yaqinlashish, kuchli yaqinlashish va boshqa hususlarni sizlar bilan o'rganamiz. E'tiboringlar uchun rahmat, xayr salomat bo'linglar.